Assalomu alaykum hammaga. Siz YouTube olamida Doktor M kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad. Hozirda erkaklarda juda ko'p uchraydigan va erkaklarni vahimaga soladigan kasallik haqida gaplashib o'tamiz. Bu prostatit xastaligi. Xo'p, prostatit xastaligi haqida ham iloji boricha ikkita video qilamiz. Birinchisi men sizlarga tushuntirib o'taman. Prostata bezi nimalarga sabab, nimalar hisobiga kasallik kelib chiqishi mumkin va qaysi omillar prostataning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Va prostatitda qanday to'g'ri yo'l tutish kerak? Juda ko'p insonlarimiz o'ziga prostata bezi tashxisini UZIdan keyin qo'yib oladi. Hurmatli aziz vatandoshlar, bitta UZI bilan o'zingizlarga tashxis qo'yishga shoshilmanglar. Albatta, UZI qog'ozni olib, agar o'zingizda sizlarga prostatit deb bergan bo'lsa, androlog, urolog yoki bo'lmasam tanish shifokorlarga uchranglar. Buni qo'shimcha analizlari bor. Agar siz 40 yoshdan o'tgan bo'lsangiz, prostata beziga o'zining maxsus analizlari bor. Bu prostata spesifический antigen и prostata spesifический antigen svobodniy. Xuddi shu narsalar sizning prostata bezingizni onkologiyaga moyilligi bor yoki yo'qligini aniqlab beradi. Undan tashqari prostata beziga kimlar chalinadi? Kam harakat, noto'g'ri ovqatlanuvchi insonlar, semiz insonlar va organizmda testosteron va libido tushib ketadigan insonlar prostata kasalligiga uchrashi moyilligi ko'proq. Prostata bezini ikki xil turga bo'lib olamiz: abakterial va bakterial. Abakterial bu xronический prostatit hisoblanadi. Ya'ni sizda simptomlar sanab o'taman. Ko'p prostatitda ham simptom bir xil bo'ladi. Bu ertamanda ereksiyani yaxshi bo'lmasligi, peshob chiqargan vaqtda quv oxirigacha bo'shamasligi, ya'ni peshob qoldi hissi, peshobda tomchilash, peshobni siz tugatasiz, lekin tomchilaydi 1-2 qadam yurganingizdan keyin. Undan tashqari CDda naqur yo'qolishi, bu hammasi prostatit kasalliklarining alomati bo'lishi mumkin. Undan tashqari ba'zi bir shu alomatlar CD chiqarish a'zolarini boshqa kasallik ham bo'lishi mumkin. Endi siz UZI yoki TRUZI qildingiz. TRUZI anal prohoddan, ya'ni orqa teshigimizdan o'zining datchigi, maxsus datchigi bor. Uni qo'yib ko'rish ham bu TRUZI deyiladi. Endi azizlarim, prostata bezini o'rtacha ob'yomlari bor. Mana editorimiz ko'rsatyapti. Insonning yoshiga qarab qancha ob'yom bo'lishini. Har bir yoshda prostatani bezi o'zini maxsus chegarali ob'yomi bo'ladi. Inson katta bo'lgani sari, 40 yoshga qarab yurgani sari prostata bezi sekin-asta kattalashishi mumkin. Bundan qo'rqmaslik kerak. Va 40 yoshdan keyin adenoma prostatasi bo'lishi mumkin. Buni onkologiyaga o'tib ketmaslikni sabab qilish kerak. Endi prostatit kasalliklari jinsiy aloqa bo'lmasligi hisobiga ham bo'lishi mumkin. Bu kognitivniy prostatit deydi. Ya'ni prostata bezingizda jinsiy aloqa yo'q va prostata o'zini so'kini chiqib tashlamasligi oqibatida dimlanish bo'ladi. Va shuni hisobiga sizda prostatit kasalligi kelib chiqadi. Endi bakterial va abakterial prostatitga keladigan bo'lsak, bakterial prostatitda virus, zamburug', bakteriya yoki bo'lmasam jinsiy aloqa vaqtida bir-biriga o'tadigan infeksiyalar chaqirishi mumkin. Abakterial prostatit xronический prostatitda. Endi bunda siz uzoq vaqt davomida sizda boyagi sanab o'tganim simptomlar paydo bo'lganu, siz bunga e'tibor bermagansiz. Ya'ni tomchilab shish, CD qoldi hissi yoki bo'lmasam CDdan keyin tomchilab qolish 1-2 metr yurganingizdan keyin yoki bo'lmasam CDda napor yo'qligi yoki ertamangi ereksiyani paydo bo'lmasligi yoki jinsiy aloqa vaqtida susayib qolishlar, ya'ni olatni tarang turmasligi, tez bo'shanish va hokazolar. Yana aytishingiz mumkin, men uzoq vaqt musofirda yurdim, keldim shunaqa. Hurmatli aziz musofirda yuradigan aka-uka do'sti birodarlarimiz, albatta kelganinglardan keyin o'zingizlar uchun erinmasdan borib urologga uchrashib yoki terapevtga uchrashib, направление olib, tekshiruvlardan o'tib, kerakli mutaxassislar, ya'ni urolog yoki androlog mutaxassisga uchrang. O'zingiz sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Siz qancha ko'p sog'lig'ingizga befarq bo'lsangiz, shuncha sizda jinsiy a'zolar kasalligi ko'paygani sari sizda jinsiy quvvat kamayib boraveradi. Undan tashqari yana bir yomonroq narsa bu retrogradniy evakulyasiya deydi. Ya'ni siz bo'shangan vaqtingiz urug'ingiz tashqariga chiqmaydi, ichkariga qarab ketadi, quvurga qarab, keyin siyganingizda CDingizga qo'shib urug' chiqishi mumkin. Bu уже endi запущенный prostatitda bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam prostata beziga davolanayotganingizda har xil dorilar ichganingizda bo'lishi mumkin. CD dimlanish ham bu kasallik hisoblanadi. Shuning uchun har qanday holatda o'zingizlarga befarq bo'lmasdan tekshiruvlardan o'tib prostatit kasalliklarini davolash kerak. Prostatit kasalliklarini kimlar davolaydi? Urologlar davolaydi, androloglar davolashi mumkin va hozirda endi terapevtlar ham shu narsaga o'tishni boshlabdi, davolashi mumkin. Lekin asosiy o'zini analizlari bor. Shu analizlarda albatta tekshirish kerak. Boya aytgandek, UZI yoki TRUZI, undan tashqari PSA agar yoshingiz 40 dan baland bo'lsa yoki bo'lmasam ertama peshob qilmasingizdan oldin mazok oladi, uretra turbangizdan ko'radi qanaqa bakteriya va bakteriyaning antibiotikka qarshiligini ko'radi, rezistentni va hokazolar.
hech qachon bitta uzyuq qog'oz bilan o'zinglarga prostatit tashxisini qo'yib olmang. Avvalo imtihonga aytgan narsalarni o'zinglarda bir qator qaranglar va hokazo. Undan tashqari azizlar, mana ko'rib turibsizlar, yana bir ma'lumot, o'zinglarga uy sharoitida qanaqa qilib prostatit boshlandimi, boshlanmadimi shu haqida tashxis qo'yish uchun maxsus jadval, shu jadvalni rasmga olinglar videoni to'xtatib. Bu jadvalni uyda erinmasdan so'roq savol qilib o'zinglar yozib chiqinglar. Pastga keyin balni hisoblab nima qilsanglar o'zinglarda prostatit bormi yo'qmi unga qarab ish tutasizlar. Har qanaqa prostata bezini boshlang'ich davrda yengil tabletkalar bilan, dorilar bilan davolasa. Og'ir darajada endi unda urologlar xirurgiya yo'li bilan, ya'ni jarrohlik yo'li bilan ham yordam beryapti. Bu qo'rqinchli emas. Hozirgi kunga kelib prostatani davolash rivojlanib ketdi meditsina va shuning uchun juda ko'p hollarda muammo tug'dirmaydi. Keyin davom etamiz. Bu birinchi video bo'ladi azizlarim. Ikkinchi videoda albatta prostata bezini Stemi va Myers degan insonlar o'ylab topgan analiz qilish haqida gaplashib o'tamiz. Bu xronический prostatit bor yoki yo'qligini yoki qaysi bakteriya bor yoki yo'qligini sizlarga aniqlashda va to'g'ri tashxis qo'yishda yordam beradigan analiz. Buni keyingi videolarni gapirib o'taman. Sababi Stemi va Myers 1968-yili ushbu probani o'ylab topgan xronический prostatitni yoki prostatit kasalliklarini tasdiqlash uchun. Xo'p, o'z boshimchalik qilib har xil internet tarmoqlarda yana qaytaraman dori-darmonlardan foydalanmang. Har qanaqa dori-darmonni shifokorga borib maslahat qilgan holda olishingizni so'rayman. Prostata bezi erkaklarga xos bo'lgan organ. Uni ko'rinishi yong'oqcha bo'lishi mumkin. Sredniy объем 20 dan 30 gacha santimetr kubda bo'ladi. Buni verxniya длинасы o'lchanadi, nijniya длинасы o'lchanadi, umumiy объем o'lchanadi. Shuning uchun bu sizga bir muammo tug'dirmaydi. Shuning uchun albatta sizdagi inson, sizni tekshirayotgan o'zidagi doktor albatta buni razmerlariga e'tibor beradi. Prostata bezining kattalashishi, boyaga aytganimdek, bu o'rtacha kattalashish yoki o'ta kattalashish va доброкачественное образование bo'lishi mumkin. Bunda o'rtacha kattalashish bu shamollashlardan yoki bo'lmasa boshqalardan bo'lishi mumkin. Sredniy kattalashish onkologiyaga moyilligi bor bo'lishi mumkin. Endi o'ta kattalashish bu доброкачественная giperplaziya предстательной железы bo'lishi mumkin. Undan tashqari prostata bezining kichkinayib ketishi bu xronический prostatitda bo'ladi, genetik kasalliklarda bo'ladi, endokrin kasalliklarda bo'ladi va hattoki travmalar oqibatida ham shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Prostata bezi bu nima? Prostata bezi bu erkakka xos organ bo'lib, uni kattaligi yong'oqdek bo'lishi mumkin. Pastki chanoqda joylashgan bo'ladi. Bu erkakning erkaklik funksiyalariga javob beradi. Ya'ni jinsiy aloqa vaqtida sperma chiqayotganda spermani suyuqlatib berish uchun prostata so'kini qo'shib beradi. Undan tashqari siydik chiqarishda qatnashadi, urug' chiqarishda qatnashadi va o'zidan maxsus ferment 5 alfa retruktaza ishtirok chiqarishning hisobiga bu testosteronni aktivniy formasi va gidrotestosteronga javobgar bo'ladi. Undan tashqari juda ko'p prostata bezi o'ziga ichiga nervlarni olganini hisobiga inson jinsiy aloqa vaqtida o'ziga keraklik ощущение, ya'ni kayflarni olishi mumkin. Xo'p, aziz vatandoshlar, bugungi prostata haqida gaplashadigan mavzumiz shu bo'ldi. Keyingi ikkinchi videoyimizda bu prostata bezini boyaga aytganimdek Stemi va Myers professorlar o'ylab topgan tekshiruv bo'yicha, ya'ni probniy stakanlar bo'yicha baholashni o'rgataman va iloji bo'lsa 5-6 dorilar haqida ham ma'lumot beraman prostatitda. Kuninglar xayrli va barakotli o'tsin. Videoni oxirigacha ko'rgan insonlarga kattakon rahmat. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad bo'ldi. Yana qaysi mavzu qiziq bo'lsa, kommentariyada o'z fikringlarni qoldirishlarini so'rayman. Xayr, sog' va omon bo'ling.